Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda eng so'nggi tezkor yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida. O'zbekiston Superligasining yangi mavsumi start oldi va birinchi tur doirasida Qarshining bosh jamoasi Nasaf o'z maydonida Xorazmni qabul qildi. Uchrashuv kutilgandek keskin va murosasiz ruhda o'tdi. O'yin davomida Nasaf tashabbusni qo'lga olishga harakat qildi, biroq mehmonlar himoyada juda tartibli harakat qildi. Birinchi bo'limda bir nechta xavfli vaziyatlar yuzaga kelgan bo'lsa-da, darvozalar daxlsiz saqlanib qoldi. Ikkinchi bo'limda esa mezbonlar bosimni yanada kuchaytirdi. Qiyin kechgan bahsda yagona gol ajdarlarga g'alaba olib keldi. Uchrashuv taqdiri bitta aniq zarba bilan hal bo'ldi va hisob 1-0 ko'rinishda yakunlandi. Shu tariqa Nasaf mavsumni muhim 3 ochko bilan boshladi. Xorazm esa munosib qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-da, safarda ochkosiz qaytdi. Bu g'alaba Qarshi jamoasiga turnir jadvalda ishonch bilan qadam tashlash imkonini berdi. Oldinda esa yanada qiziqarli va shiddatli bahslar kutmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring.